soğuk oldu. Saat 4'te göreceğiz. Vay bu saat 7:30 bo'libdi. Voy tak narsalarni olamiz. Tak hop narsalarni bunday qilib olamiz. Hamma yoqda olamiz. Buni qilishni nimaga kerak? Hop bunday qilib bitta matematika, ingliz tili, tak dalay, bitta qog'oz, formularim yo'q. Mana kiyib olamiz formularni. İston, itakdali. Qoch! Silam. Tak. Ha, nima bo'ldi? Maktabga borishimiz kerak. Soatni qara. Tez keyin. Yer gut. Ketdik. Hozir. Ha, tezroq. Mana bachaga nima bor endi? Ketdik. Bor. Ketdik. Qaysi tomon maktab? Uni tomon maktabmidi? Yugur. Kech qolyapti, yugur. Mayli, maktabda, uydada. Tak. Assalomu alaykum. Mayli, kiroringlar. Nimaga ketib qoldilar? Uzr ustoz. Biz uxlab qoldik-da. Mayli, kechiring, oxirgi marta kechiring. Ha, mayli, kiroringlar. Rahmat. O'tirib bo'pti bu. Ustoz, bugun darsimizning birinchi darsi nima bo'ladi? Do'stlar, uzr endi o'yin o'tvordi. Xo'p. O'tir Sabina. Bilmadim, darsimizni o'taylik. Hozirgi darsimiz ingliz tili. Mana ingliz tili. Ha. Bo'ldi. Davay, Sabina. Kechqurun kompyuter o'ynaymizmi? Gaplashmanglar. Uzr ustoz. Nima? Yuritiz bordi, men faqat siyoh topganman. Siyoh? Ko'kka topganman. Menda ham yo'q, faqat menda ko'chmal yozib turur. Varaqimizni olaylik. Akam meniki uyda qolib ketdi. Varaqingmi? Mendan bitadi. Mayli, ko'raylik. Ha. Bo'ldi, men bo'ldim, ustoz. Qani ko'rsatchi? Ustoz, men bo'ldim. Ha, hozir ko'rsatib kundaliklarga qo'yaman. Jonimek o'ziga 5, Sabinaga 5. Ketdik Sabina, bo'ldi. Tak, qachon yapsizlar? Hali dars tugamadi. Men kompyuter o'ynamoqchi edim. O'tir. Endi keyingi darsimiz matematika. Endi ko'rgan darsim. Sal yaxshi. Hozir mana tak, korоче, yozamiz. 5 qarafish. 25. Ey, yoz daftaringga ko'chirib olasizlar bir-birlaringdan. Kerak. Hop. Ustoz, men bo'ldim. Matematikada birinchi o'rindaman. Bo'ldi, men ham 20 tasini qilib oldim. Jonim ko'ziga 5. Menga ustoz. Sabina o'ziga 5, Sabinaga. Ketdik. To'xtanglar. Oppa. Ustoz. Avvalla kimda list bor? Menda yo'q. Menda bor. Sabina, senga 2. Ustoz, yugurib uyimda olib keladimi? Ha, mayli, opcha faqat tezroq. Bo'l, Sabina, kutaman. Bo'l, tez. Jonmi ko'zini sen qayoqqa?
ustoz uzr men oyoqqa hozir Sabinani kutib turaman. Albomni tezroq olib kelsa yordamlashaman. Sabina, Ha, nima deysiz? tezroq albomingni olib kel. Bitta yetadimi? Men agar senda yo'q bo'lsa mana meni uyimdan olur. Xo'p, rahmat. Ketdik. Yugurdik. Assalomu alaykum, tog'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'p. Va alaykum assalom. Qancha keldik? Yaxshi, o'tirib tizinglar endi rasm. Zo'r. Ustoz. Ha. Ha. Qaranglar, nima tuzasizlar? Ustoz, men maylimi? Shu maktabimizda ichida o'tirganimiz sizga. Jonim qizim, nima tuzasan? Ustoz. Nima deysan? Nima? Tanaffus qachon bo'ladi? Ha, qornim ochib ketdi. Tanaffus hozir bo'ladi. 20 gacha sana bo'ladi. 1, 2, 3, 4. 20 bo'ldi. Turaveringlar. Tanaffus. Voy, tanaffus çok dilim. Gel ketdim beni. Menda ovqat Men ketdik. Ovqat menda bor. Men qaytishga olaman aka. Menda uyimda ozgina ovqat qolmadi. Kechachi, sendachi? Kecha meni tug'ilgan kechadan bir kun oldin 18-dekabr kuni men tug'ilgan kunim bo'ldi va kenoni yeyolmadik. Ovqatlar ko'p yeb qo'ydik. O'zi tortim bor edi menda. Aka, men sal pal to'ldi menimcha. Ha, ketdik sinfga. Hali tanaffus menimcha uzoq bo'ladi. Yana oshirib Yo'q, tanaffus hozir bo'ladi. Ketdik. Ana Jamol keldi. Bizning sinfimizga yangi bola keldi. Kim buni taniydi? Biz. Men taniyman. Biz ham. Usmonni nimaligini bilasizlarmi? Ha, ismi Jamol. Jamol. Bo'lmasa bir kun sizlarga maktab yo'q. Sabina, maqachiq. Bu degani hozir biz o'rmonga boramiz yoki kompyuter o'ynagani, qaysi biri? Menda kompyuter yo'q, faqatgina telefon. Mayli, menda televizor bor, uyimizga ketdik. Jamol kel. Yo'q, sizlar boringlar. Mayli. Aka, baqirdingmi? Yo'q, men emas, oldindan bitta bolacha o'tib ketdi. Bolachalar gapirmanglar. Videoga xalaqit beryapsizlar. Aytgancha seni uyingni aytdi. Voy, bolachalar, jim yig'lamanglar, boringlar uylariga kirib. Sizlarga televizorda qarang. Bugun anaqa uyda yolg'iz seriyasi bo'ladi. Iya, bolalar, uncha baqirog'a. Ha, uyda yolg'iz seriyasini ham ko'rolmaymiz. Ha, bolalarga baqirishini qarang. Sizlarga ham baqiradi bora. Voy, tekshirib keldi. Sabina ham kir. Mana senga. Sabina kir. Uyda yolg'iz boshlandi. Sidarida. Boshqalar. Yana bo'ldi. 7 soatdan so'ng, 1 soatdan so'ng. Voy, aka uxlab qolibmiz kerak. Ha. Kechqurunlab tushdik-ku. Uyda yolg'iz tugab qopti. Ha, endi qanday ko'ramiz? Ikkinchi qismi oxirga bor endi. Yana 1 yildan keyin bo'ladi. Ha, rostdan. Endi nima Meni qilamiz? qornim och ham. Qani? Yo'q, o'rgimcha yuribdi. Qani?
Tobimizda hozirgina o'rgimchak ovoz keldi. Men ko'raman. Aka, men sizni qo'yalaymi? Yo'q. Sabina meni uyimga kel. Meni uyim issiqroq. Seniki sovuq ekan, chunki bu yerda lava bor va lavani isitib turadi. Kir uyimga. Bir kun meni uyimda yotib qolasanmi? Mayli, kravatim yo'q-ku. Hozir kravatimni bittasini Olib kel. Men ko'cha yotib turaman. Kravatini olib kelyapsanmi? Ha, ketdi. Bila qol, meni uyqum keldi. Men ham kravatimni mashaqqa qo'yib turaman. Sen ham. Qo'y mashaqqa. Voy, xo'p, sabr. Oppa, ana, uxlay. Ertaga qanaqa kino bo'lardi deb o'ylaysan? Menimcha ana u bor edi-ku kino. Multfilmga qanaqadir. Aka, menikini ko'rmadingizmi? Oldim. Hop, uyda dam olib turamiz. Mayli. Uyda nimalar bor hozircha? Hech narsa yo'q. Shuncha narsalar bor. Hop, bugun qanaqa kino bo'ladi deb o'ylaysan? Bugun kanalimizda rivojlantirishimiz kerak. O'sha videolarni ko'raylik kel. Hozir men ovqat olib kelaman, bro. Obuna bo'lishdan chiqmasin do'stlar, to'g'rimi? Ha, Sabina, o'rmonga boramizmi? Juda ham qiziq bo'ladi. o'rmongami? Mayli. Agar shu joyni ertaga ham ko'rmoqchi, bu ertaga emas. Yana shanba kunlari video chiqishga harakat qilaman. Chunki singlim bilan faqat shu shanba kunlari ko'rishamiz. Chunki ularni radnoy singlim emas, to'g'rimi? Hop, bularni olib. Hozir men senga o'sha gapingga mashna qilib unga quloq solman. Senam o'zi hazilkash. Qara, meni o'tolmaydi. Faqat seni o'tyapti. Ketdik o'rmonga, narsalarimizni. Aka, meni jonim kam, ovqatim ham kam. Meni oldimga yur. Bering. Menga oldimda yur. Men oldim. Ovqatlab olishyapti. Aka, Sabina, nima deysiz? yur meni uyimga deyapman. Ovqat hamma joy bor. Opalar. Bo'ldi, ketdik. Qara. Wow, what a drop! Bo'lmadi. Jimgina tushore. Skelet nima qilishini biladi hozir. Yugurib o'tib ketaman. O'tolmadi. Meni uyimga kir, faqat hammasini yeb qo'yma. Hey! Sabina, bu o'rmonga ketishimizga yetadi. Bitta yasamga to'lyapti. Menda ham. Bo'ldi, ketdik o'rmonga. Qiliching bormi, qiliching? Yo'q. Maktabda shunaqa ketmon narsalarni yo'qolib qo'ygan meni. telefon kerakli bo'ladi. Telefonim ham yo'q menda. Qani telefonim? Yo'q ekan, aka, telefonim. Menda mana shunaqa kirki narsalar hozircha bor. Aka, sizda qilichingiz bormi? Ha. Siz ovqat oldingizmi? Ha, mana 5 ta anaqa, haliginaqa olma, keyin 2 ta non, keyin 5 ta tarvuz. Aha, telefoningizdan bitta olaverayim menga ham. Ha, olur. Uzoqlashib ketsak deyapti bo'ladi. Oldingmi? Oldim. Ketdik endi. O'rmon qaysi tomonda bo'lishi mumkin? Do'stlar, maqqa yurishga qaror qildik, to'g'rimi? To'g'ri. Xudoga shukr, mana yerda kuchli bor ekan-ku. O'shdan yursak ham bo'lardi. Hop. Buyur. Ana sohilga boraylik. Qaysi? Mana bu yerda yana bitta orol ko'rinyapti. Yo'q, uyda narsalar juda ham kam va keraksiz narsalar ko'p. Mana bu yerda o'rmonlar bor. O'sha yerga boramiz unda. Tez yur. Bu narsalarni yeb yotib qo'yma. Aka, Xitoy bisiklet.
narsalarni yeb tugatib qo'yma, chunki yetib borgunimizcha tugab qolsa, boshqa qaytib borish ham Aka, qiyin. yana bitta sklet turibdi. Mayli. Urdingmi? Xudo ko'shkida yo'q. Aka, Yugur. o'rtazda yana bitta turibdi, tezroq. Qaysi tomonda urmamas? Bu yer balchiq ekan aka. Mayli, o'talamiz. Mayli, botib qolmasak agar. Voy jonim. Daraxtlar bo'yi. Ay, voy, kim bir bo'ldi-ku. Mayli, ketdik. Aka, to'xta, menda bitta qo'yi bor. Ozgina yer olayda. Sabina, biz faqat maktab formasidamiz, nima qilamiz? Kir bo'lib qolsa. Aka, qarang, mana bunaqa loylarni oling. Voy, menim ketdim. Loy oldingmi? Ha. Chiqa qol. Aka, mana bunaqa qurbaqalarni yuzasidan yuribdi. Rahmat. Oh, aka, bu yoqqa keling. Yo. Ana yerda sakrab o'tdi. Keling, boshimni sakrab o'tdi. Bo'ldi, mashinalarda yuraveraylik, juda yo'qolib qolmasak bo'ldi, ketdik. Opa. Ama meni istollarim kir bo'ldi. Meni ham. Voy, yay o'rgatdim. Yo'q. Ketdik, yugur. Bu tomonlarda balchiqlar ko'p ekan, mayli. Men hamma joyim kir bo'ldi. Opa. Sabina? Ay, nimadir tortib ketgandek bo'ldi. Suvni chekib ketdim. Uyoq yordam. Ay. Bo'ldi, chiq. Chiq. Ay. Endi qanday boramiz? Batta yo'l yo'q. Orqamda yuring. Tezroq bo'l. Teknologiya. Gullarga qarang. Gullar kerak bo'ladi. Aka, suv ketdik. Ha. Voy. Bu yer o'rmon emasda. Bu yer hammani ko'rmaydi. Hadi ketdik. Nari tomonga boraylik, iltimos. Mayli. Ketdik. Biz qarshi do'stlar, mana maqa kelib qoldik, to'g'rimi Sabina? Maqa kel. Kelyapti. O, qo'ziqorin. Qani? Qo'ziqorinlik uy. Ha, men xuddi shunaqasidan qurgan edim, qayergadir, lekin unda uzoqlashib ketganman. Ha, shundan qo'ziqorin chiqib ketadi. Chiqarmidi? Yo'q, birdan foydasi yo'q, chetordik. Menda ikkita chiqdi. Qanday? Mana bunday chiqdi. Tashachi? Xo'p, mana. Bas. Bittasini menga bering aka. Qo'ziqorin sho'rva qilib bitsa bo'ladi bunda. Bilmayman. Men olor bo'ldi, shuni uni o'stirsa bo'ladi, ketdik. Oho, zo'rmikan? Ha, faqat daraxtlar o'stiradi-yu. Qani u oq narsami? Ha, o'shanaqa kerak. Unga juda ham narsa kerak. Opa, ko'rdingmi? Voy, menda jon keldi. Menda ovqat juda ham kam. Voy. Sakra. Voy. Menda bittagina tarvuz qoldi. İşte yaxshi bilmayman. Sabina, menda zo'r g'oyib ol. Baqa chiq. Qayiq yasashni bilasanmi? Ha, kimdir sklet turibdi. Qani? Yo'q, qo'yaga sklet. Qayerga yasaylik, to'g'ri. Qayiq yasab Qayerga yasashni bilmayman. bilardingiz, Sabina? Endi esimdan chiqib qoldi. Men sizga faqat daraxt kerakmi? Ha, daraxt. To'xta, mana qayiq uchun mana 1 2 3 4 5 dan anaqa kerak ekan. Daraxtmi? Ha. Hozir daraxtni olib beraman. Mana bitta berdim aka sizga hozir. Yetadi. Ha. Yasadingizmi? Yo'q, hozircha mana yasadim. Men boshqaray. Yo'q, o'zim boshqaray. Bitta dona yetadimi? O'tir. O'tirdingmi? Mana shu tomonga qarab ketaveraylikmi? Bu tomonga qarab ketamiz.
Ha, birorta uy qurishimiz kerak. Sen boshqaraverasanmi? To'xta, men chiqib olay. Bo'l, boshqara. Qat'i boramiz. Sen noto'g'ri ketyapsan. Mana shu orqamizga qarab. Qo'ya qol. Boshqarsam g'alati bo'lgan. Ha, o'sha to'g'ri Sabina. Do'stlar, biz mana joyga yetib oldik. Mana bu yerda aytishyapti, Robloxdagi narsa Minecraftda ham endi bor deyishyapti. Men o'tirib olay. Ha? Ha, ham yomg'ir ham yog'vordi. Aruchim? Oqlar so'kib ketdi, aqib yurma. Oqlar so'kib ketdi hozir mening ko'zimga. Ha. Tush. Mana qayiq. Oldimmi? Ha, olibman. Sabina, cho'tom menda g'alati narsalar bo'lyapti. Sen hech narsani ko'rmadingmi? Uni kim? Yo'q, urg'unchakni orqasida. Ah, zombi! Do'stlar, filmni gapiga e'tibor bermanglar. Mana bo'lma? Ha, bo'l. Qo'y. Uxlagani ham. Ha. Kravatimizni olyapmiz. Qani? Menga ham. Qo'yni junini ko'ra olmayapman. Ha, qo'yni juni qani? Bitta. Ikkita. Bu kechasi tegadi. Ikkita. Ben nechun qo'ydi? Bittasini men o'ldirdim-ku. U berma. Yana bitta qo'y. Sabina, sen qanday qilib uxlaysan? Senga ham hozir yasab beraman. Sen hammasini olib bo'lmayapsanmi? Qanday ko'rsatchi? Yo'q, bo'lishi mumkin. Mana ishdan yo'q. Yana bitta yetmayapti. Qani? Bo'ldi mana 3 ta. Yana bittasi mashina bo'lishi ham mumkin. Nechta? Mana 2 ta yetadimi? O'zimda bunaqa bor. Faqat u to'rtta o'q qoladi, keyin berarman. Mana. Men qo'y oqtarib yuribman. Qani, uni sen. Menga daraxt ber, bo'ldi, hammasi zo'r. Daraxt kerakmi? Ha. Mana bu yoqqa kel, yonimda daraxtim bormi? Sen kel. Boshqa qo'y yetadimi? Ha, yetadi. Sabina, qo'y ham topolmayapmiz. Aha. Bitta kravat yasaldi.
Sabina, menga qara. Ketdik boshqa joyga. Yerga qo'y qidiramiz yana. Yana 3 ta bo'ldi. Sen uxlab tur, men qidirib chiqaman. Uxlab tur. Do'stlar, siylam endi bechora uxlab tursin. Skeletlar tegmasin unga. Bor bu o'g'imni qo'yib ketay. Skelet tegsa bechora o'lib qoladi. Keyin o'zini qishlog'iga foyda bo'ladi. Men qolib ketaman. Yumshab turganda o'lganini turib. Hop. Hozir yana bitta kerak. Qo'y topsam albatta o'zimga bitta yasab olaman. Bitta yetadi. 4 ta kerak. Uxlayapsanmi? Ha, bu juda ham yaxshi. U bilmasin, men uni qilayotganimni. Chunki uyg'onib ketadi. Ay. Uxla. Qanday kiraman? 1 minut. Kır. Ay. Bir şeyde oynasan sen beni urtlaşadın. Loylar falan kılıyor bak. 4 ta loy yetadi yoki 3 ta. 3 ta. Bo'ldi. Endi bunga skeletlar tegmaydi. O'talmaysan gel, o'talmaysan gel, o'talmaysan gel. Ben senden kaçtığımda olamam. Bir kun gelir. Koy kerak. Ağzı gelemem. Ben canına oturtmam. O silem. Silem vardı. Hatta bu nasıl? Uzun çimden. Besya. Ama yarın dörtlük mü? Hazır. To'xtab tur. Bo'ldi. Sinem. Sen nima bo'lganlarini tushunmaysan.